Bolada chidamlilikni qanday rivojlantirish mumkin? Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti WHO ma'lumotiga ko'ra, 5-12 yoshdagi bolalar uchun kuniga kamida 60 daqiqa faoliyat tavsiya etiladi. Shu faoliyatni bir qismi chidamlilikni oshirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, maktabdan qaytgan bola u 10 daqiqa yugurdi. 5 daqiqa sakradi, keyin esa kichik to'siqlar orasida yugurdi. Shu mashqlar uning yurak qon tomir tizimi, mushak chidamliligini va koordinatsiyasini rivojlantiradi. Skandinaviya maktablarida bolalar ertalab qisqa intervalli yugurish va o'yin mashqlari bilan boshlanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, haftasiga 3-4 marta qilingan shunday mashqlar bolalarda energiya, diqqat va o'quv samaradorligini oshiradi. Harvard Medical School tadqiqotiga ko'ra, interval yugurish va sakrash mashqlari bolalarda yurak faoliyatini yaxshilaydi, mushaklarni mustahkamlaydi va metabolizmni tezlashtiradi. Shu bilan birga bolaning stress gormonlari pasayadi va kayfiyati ko'tariladi. Shunday ekan, bizda bir savol tug'iladi. Chidamlilikni oshirish uchun bolalarga qaysi mashqlarni qilish kerak va ular qanday qiziqarli tarzda bajarilishi mumkin? Bu savolimizga mutaxassisimiz tomonidan berilgan javobni birgalikda tinglaymiz. Assalomu alaykum hurmatli va aziz ota-onalar. Bugun sizlar bilan chidamlilikni oshiradigan bolalar uchun mashqlar haqida gaplashamiz. Ko'pgina ota-onalar farzandi haqida shunday deyishadi. Tez charchaydi, dangasa, 2 qadam yursa ham dam olmoqchi bo'ladi yoki biroz yugursa darrov hansirab qoladi. Bu holat juda ko'p uchraydi va ko'pincha ota-onalar bola hali kichkina deb o'ylashadi. Aslida esa bu bolaning chidamlilik darajasi past ekanligidan darak beradi. Chidamlilik deganda biz nafaqat uzoq yugurishni, balki bolaning energiyani to'g'ri taqsimlashi, diqqatini jamlay olishi va harakat davomida toliqmasligini tushunamiz. Oddiy qilib aytganda, chidamli bola tez charchamaydi. Chidamlilikni oshirish uchun bir nechta mashqlarni keltirib o'taman. Birinchisi, eng oddiy mashq yugurish. Har kuni 5-10 daqiqa hovlida yoki parkda bir maromda yugurish. Ikkinchisi, sakrash, arqon yoki oddiy turgan joyda sakrash. Bu mashqimiz yurak faoliyatini yaxshilaydi. Velosiped haydash yoki to'p bilan o'ynash chidamlilikni oshiradi. Nafas olish va o'pka sig'imini kengaytiradi. Keyingisi, kim uzoqroq sakraydi yoki kim uzoqroq yuguradi kabi mashqlar orqali bajarish mumkin. Shuni esda tutish kerakki, chidamlilik birdaniga hosil bo'lmaydi. U har kuni biroz harakat bilan sekin-asta rivojlanadi. Bola bugun 3 daqiqa yugurgan bo'lsa, ertaga 5 daqiqa yuguradi. Shu tarzda chidamlilik rivojlanadi. Eng muhimi, bola charchamasligi, balki zavqlanishi kerak. Uni tezroq yugur, ko'proq qil deb bosim o'tkazmang. Aksincha, bugun kechagidan uzoqroq yugurding-ku, ajoyib deb rag'batlantiring. Mana shunda bola sportni majburlik emas, o'zini yaxshi his qilish manbai sifatida qabul qiladi. Chidamli bola bu faqat sportda emas, hayotda ham bardoshli bo'ladi. U sinovlardan qo'rqmaydi, tez toliqmaydi va o'z kuchiga ishonadi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.